Bugun men sizlarga oilda qulaylik bo'lgan 1 kilogramlik go'shtda anjam pulov tayyorlash usulini olib keldim. Tayyorlash usuli shunchalik oddiy, siz bir qatim ko'zingiz o'rna olasiz qani. Ketdik. Oldi bilan 1 kilogram kal go'shti, sabzi, bosh piyozlarni surat ko'rsatilgandek to'g'rab, 1 kilogram go'shtni qayta pokiz yuvilib, sizlarning meni rag'batlantirish yuzidan yurak belgisini besib, jiqara qil ayt qo'shinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. To'g'ralgan go'shtni sovuq suvda qayta yuvib, go'shtdagi g'ayri puroqni chiqarib etib, qozonga tangshalgan polo yig'ini 250 gram qo'yib, to'g'ralgan bosh piyoz oshlikni silib, aralashtirib, sag'atib, maydagi ochiq puroq yoqqanda yuqorqi materiallarni suzib ilyapmiz. To'g'ralgan quyruq may, yana qaytadan bosh silib aralashtirib, tayyor qilgan go'shtni silib aralashtirib qizganda to'g'ralgan sabzini 8 gram solamiz. Muvofiq miqdorda tuz silib, suvdan 1 kilo 2 gram quyib, suvni o'rniga so'ngak sho'rpis qo'ysangiz texim yaxshiroq bo'ladi. Tovuqni yopib, normal o'tda 10 minut qaynatib, pulov xurjidan 1 qo'sh silib aralashtirib, sho'rpisdan yarim chin usulib, yuvib tayyor qilgan go'shtni ustiga rattik silib, tovuqni yapıp normal o'tda 10 minut dinlab, tovuqni ichib, go'shtni o'rib, yuvib yumshatib olgan quruq uzumdan 100 gram silib, cho'qi bilan tush kechib, ilib olgan sho'rpisni quyib, ustini ratlab, tovuqni yapıp, menki Osmanjon Zakir, o'zim bir qo'lliq tangishgan pulov xurchiga ehtiyojli do'stlar, men bilan aloqalashing. Aloqalash numarim 13 88 09 84. So'qmagan zirdan bir oz sepib, normal o'tda 6 minut boş o'tda 25 minut dinlab polovni pishirib tayyorlasak bo'ladi. Oshxona va oilalarda polov etib, polovning ta'mi siz o'ylagandek chiqmayotsa, menki Osmanjon Zakirni qo'shilib, mendan haqsiz maslahat so'ravering.